hozirgi ayniqsa bu ijtimoiy tarmoq rivojlangan bir paytda bir ijtimoiy tarmoqdan biron bir xabar kelib qolsa, uni tekshirib ham o'tirmasdan darrov o'zi ham ulashib yuboradi, o'zi ham tarqatib tashlaydi. Biron bir fosiq kimsa, ya'ni bir odam sizga xabar yetkazsa yoki bir ijtimoiy tarmoqda bir xabar yetkazsa, uni ko'rona unga ergashib odamlarga tarqatib olmaslik kerak, oldin tekshirish kerak. Bu ish haqida oldin yaxshilab sinchiklab tekshirish kerak, toki begunoh bir qavmga zarar yetkazib qo'yib, keyin bu qilgan ishingizga pushaymon bo'lib qolasiz dedi Alloh taolo. Ya'ni asl holatda aniq bilmagan holda qilgan ishingiz bilan begunoh odamlarga musibat yetkazib qo'yishingiz mumkin. Keyin bu xato qilmishingizga afsus nadomatlar chekib yurasiz deb Alloh taolo aytgan. Ba'zi bir oilalarni hatto ajralib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Inson tekshirilmagan xabarni tarqatib yuborishi bilan ba'zi bir insonlarni qamalishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Tekshirmagan bir xabarni tarqatishi bilan. Bu dunyoda ham afsus chekadi, keyin ertaga qiyomatda ham afsus nadomat chekib qoladi. Tekshirilmagan xabarni tarqatib odamlarning orasida fisq, fasod yoki zulm tarqalishiga sababchi bo'lib qolsa. Hozir qancha odamlarni sharmandasini chiqarayotgan bo'lsa, ertaga o'zlarini ham sharmandasi chiqib qoladi qiyomatda. Bu yolg'on xabarlarni, tekshirilmagan xabarlarni tarqatib begunoh odamlarga zulm bo'lishiga, oilalarni ajralib ketishiga, pokiza, poktomon ayollarga isnod bo'lishiga, sharmandasi bo'lishiga sababchi bo'layotganlar ertaga qiyomatda bularning o'zini sharmandasi chiqib qoladi.